Bank amanotlari, ya'ni kredit rasmiylashtirish, karta ochish hamda omonatlardan foydalanishda xavfsiz muhit yaratish uchun shaxsiy ma'lumotlaringizga One ID orqali ruxsat berishingiz kerak bo'ladi. Bu oddiy texnik jarayon bo'lib, xizmatiga bir necha daqiqangizni oladi. Birinchi qadam MyGo'dan ro'yxatdan o'tish. MyGo ilovasiga kiring, qidiruvda Mobil ID deb yozing. Mobil ID orqali jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlang va xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Tizim avtomatik tarzda pasport raqamingizni va tug'ilgan sanangizni chiqaradi. 3-maydonga nomingizga rasmiylashtirilgan telefon raqamingizni kiriting va SMS orqali kelgan kodni yozing. My ID orqali tekshiruv tugmasini bosing. Buning uchun selfie qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam One ID ga kirish. One ID mobil ilovasini yuklab oling va hozirgina kiritgan raqamingiz bilan Mobil ID orqali ro'yxatdan o'ting. One ID mobil ilovasidan boshqaruv bo'limini oching. Xizmatdan foydalanish shartlarini tasdiqlang va xizmatni faollashtirish tugmasini bosing. Mobil ID yordamida variantini tanlang va avval kiritgan telefon raqamingizni yozing. SMS orqali kelgan kodni kiriting. So'ngra ilovani yana qayta ishga tushiring va boshqaruv bo'limiga kiring. Qidiruvga o'zingizga kerakli bank xizmatlarini yozing va ruxsat berish tugmasini bosing. Raqamli xavfsizlikni unutmang va firibgarlardan ogoh bo'ling.